Free Fire OP48 chiqishiga ham oz qoldi va unga 25 ta yangi narsalar qo'shilar ekan. WhatsApp obunachilar, bugun sizlarga men top 25 ta yangi qo'shiladigan narsalarni ko'rsataman. Tuganmas dirabash, tuganmas mina, zonani qisqartirish va teshik payponlar kutmoqda. Joylarga qulay o'tirib olib, yeb ichishga narsalar olinglar. Va unda men videoni boshladim. Bilamizki, mil lokatsiyasida ishga tushirish paneli yo'q. Yangilanishga bo'lsa, ishga tushirish panelini qo'shishar ekan. Bilamizki, M1887 cheksiz emas. Lekin yangilanishga bo'lsa, cheksiz M1887 ni qo'shishar ekan. Agarda o'sha M1887 menda bo'lib qolsa, cheksiz ishga tushirish panelini qo'shishar ekan. Lekin vaqtli bo'lar ekan. Tanishing, Free Fire'ga yangi qo'shiladigan Neger Oskar. O'zim adashib ketdim. Free Fire'ga yangi qo'shiladigan odam Oskar. Ko'k sochli, oppoq va bot skinda. Oh my god. Oh hell no, man. Animatsiyasi shunchaki dublkani orqaga qilish. Uning kuchini qobiliyati jon olish. Birinchisida 25 ta oladi. Agarda stena bilan qiladigan bo'lsak, stenani ham yorib 50 ta joningizni oladi. Free Fire'ga yangi qo'shiladigan hayvon, ya'ni kuya. Free Fire cheksiz minani qo'shar ekan. Bu ham lekin vaqtli bo'lar ekan. Tanishing, Free Fire'ga yangi qo'shiladigan sensor mayoq. Agarda uni 200 so'mga olsangiz, odamlarni ko'rsatib berar ekan. Xuddi koda kabi. Va nihoyat, dronning ham joni ko'rinib turar ekan. Dronga qarata o'q otsangiz, xuddi odamni jon oqqanday urin olar ekan. Free Fire'ga yangi qo'shiladigan qirol qilich. Siz uni 200 so'mga olsangiz, boshingizda qirolning toji paydo bo'ladi va eng qizig'i sizga kuch beradi. Tezlik kuchi va sizga zashta kuchini ham beradi. Ismingiz ko'rinib turadi. Va nihoyat, Clock Tower'ni ham yangilashar ekan. Qarshi oling, yangi Clock Tower. Menimcha ko'pchiligingiz bu lokatsiyani bilsangiz kerak. Shu yerda bitta do'kon bo'lar edi. Ammo endi u do'konni olib tashlashadi. Endi hech kim bir-birini ko'tarmaydi. Endi hech kim bu yerdan narsa olmaydi. Barcha endi qiynaladi. O'zi anchadan beri bu nastroyga yangilanmagan edi va nihoyat yangilandi. Va nihoyat gildiyaga ham yangi missiyalar qo'shildi. Menimcha Free Fire endi miyasi ishlab gildiyaga missiyalar qo'shgan. Ko'pchiligingiz bu do'konni bilasiz. Va shu do'konga ikkita dron qo'shilar ekan va pastiga jichcha arujalarni qo'shishar ekan. Qisqacha reklama, qanday reklama desangiz, mening Telegram kanalim bor. Qo'shilsangiz yangiliklarni kuzatib borasiz. Silkasi kommentariyada va opisaniyada bo'ladi. Free Fire'ga zona sektor qo'shilar ekan. Uning narxi 400 so'm. Uni olsangiz, zonani o'zingiz belgilaysiz. Free Fire'ga yangi qo'ziqorin generator qo'shilar ekan. Uning narxi 300 so'm. Agar siz uni sotib olsangiz, juda ko'p kiber qo'ziqorinlarni chiqaradi. Xullas, so'zib o'tirmayman. Juda ko'p arsenal joyi o'zgarar ekan. Bo'ldi? Men moso boydan beri ko'rsatib yuribdi. Free Fire'ga yangi giper quti qo'shilar ekan. Agar siz uni sotib olsangiz,
juda ko'p loot beradi. Free Fire'ga yangi ta'minot qutisi qo'shilar ekan. Faqat u KB reytingda bo'ladi. Uning ichida ko'p orujani o'qlari va aptechkalar bo'ladi. Free Fire'ga super radar qo'shilar ekan. Uning narxi 400 so'm. Agar siz uni olsangiz, kartadan odamlarni, ya'ni dushmanlarni ko'rsatib beradi. Va nihoyat, dushmanga qarata o'q otsangiz, uning bronzasi ko'rinib turadi. Yana Arsenalning joyi o'zgarar ekan. Free Fire'ga yangi narsalar va pulemyot qo'shilar ekan. Xullas, Katulistivo lokatsiyasiga Narutoning banneri qo'shilar ekan. Bo'ldi. Videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Blazing FF bo'ldi. Agarda sizga shunaqa full edit videolar kerak bo'lsa, mening Telegram kanalimga yozishingiz mumkin. Hammangizga kattakon rahmat. Videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun. Kuttirib qo'yganim uchun uzr so'rayman. Sababi bunaqa montajni birinchi marta qilishim. 2 oyda shunaqa montajni zo'rg'a tugatdim. Sizga ham menikiday mana bunaqa videolar kerak bo'lsa, albatta Telegram kanalimga yozishingiz mumkin. Aytmoqchi, Telegram kanalimga qo'shilishni esdan chiqarmang. 1,5 mingta obunachi uchun kattakon rahmat. Agarda shu videoga 2000 ta like yig'ib bersanglar, OP49 yangilanishni chiqaraman. Barchangizga xayr, sog', omon bo'ling. Hit me for that natty. I'm too busy really chilling on the island with your granny. Shopping, yeah, we real fancy. I just like dubs, now your auntie getting handsy. I make a milli, then I spend it on the game. Up for 3 days, I forgot where I stay. Cooking in the